Men bu oshxona mebelni qilib qo'yganini qarang akam. Juda chiroyli chiqibdi. Bitta o'zingiz 1 dan 10 gacha baholab o'ting. Men nimagadir video obzorni shu yerdan boshlagim keldi. Kremoviy rangli, choko rang bilan kollaboratsiyasi juda zo'r chiqdi. Okay, bugun sizga 205 kvadratli duplex xonadonni ko'rsataman. Asosiy xonadonimizga kiraverish eshik, domofon va kirib kelishimiz bilan bizani katta holimizda televizor, zona, Wi-Fi, internet uchun hamma sharoitlari qilingan va bu uyimizni zo'r tarafi shundaki, okay, 140 kvadratli birinchi qavatimiz. Pasti 65 kvadrat. Ani ko'pchilik novostroykalarda 100 ga 100 bo'ladi-yu, bu unaqa emas. 140 tepa, pastimiz 65 kvadrat. Xonadonimizga shunday kirdik. Встроенный shkafli ilm qilingan. Ko'rayotganingizdek, keyin shunday o'ng tarafimizda bo'lsa, oshxona qismimizda videoni boshlagan joyimiz, ko'rayotganingizdek ideal darajada bitgan mebellari. Mana bu joyimizda bo'lsa, avtonomniy отопительная sistemasi joylashgan. Ya'ni siz xohlagan paytingiz отопленияni yoqib, xohlagan paytingiz o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Novostroyka Shayxontohur tumani Beltepada joylashgan. Novostroyka birinchi va to'kinli qavat. Stroymart bu yog'i Yangi Toshkent chorrahasidan kevorishimizda. Keyingi xonamizga o'tamiz. Shunday kirib keldik. O'ng qo'limizda bizani zal qismimiz joylashgan. Akkuratniy remont bugungi kunda zamon talabiga javob beradigan deb bemalol aytolamiz. Ko'cha tarafga oynalar qaragan, antenna, Wi-Fi endi xullas bu narsalarni aytib o'tirish shart emas, lekin qilib ketilgan. Klimat kontrol har bitta xonada ko'rayotganingizdek mana shunaqa sensorlarigacha qo'yilgan. Bu yoq tarafimizda pastga tushirishimizga zinamiz. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu bizani ikkinchi xonamiz, birinchi yotoqxonamiz. Ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni ranglarini qarang. Pardalarni, mebellarni rangi chiroyli chiqibdi. O'zingiz 1 dan 10 gacha bitta baholab qo'yasiz. Bu bo'lsa bizani sanuzelimiz dushovayasi bilan, ya'ni mana shu yotoqxonamiz uchun mo'ljallangan. Shunday yonida ikkinchi yotoqxona, uchinchi xonamiz. Buni o'g'il bolalar yoki qiz bolalar uchun mo'ljallab qo'ysangiz bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, yana bitta yosh kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashgan. Zo'r tarafi, okay, tepani o'zida ko'rasiz, 3 ta yotoqxona, bitta zal, bitta oshxona, bitta holimiz bor. Past qismimizda bo'lsa, yana 2 ta xonamiz bor. Pastga o'tamiz. Bu pastki qavatimizga tushirishimiz. Shunday tushdik, o'ng qo'lda bitta yotoqxonamiz joylashgan. Oynalari bor, havo aylanadi, bemalol yorug'lik tushadi. Xullas, jiloy qilib moslangan xonamiz to'liq. Podyezddan ham kirsa bo'ladigan eshigimiz qoldirilgan. Bu yoq tarafimizda pastki qavatimiz uchun общий sanuzel, o'zini dushovayasi bilan joylashgan va keyin yana bitta xonamiz. Xohlasangiz buni ham bolalar uchun yotoqxona. Endi xullas o'zingizga moslab oilaviy sharoitingizdan kelib chiqqan holda, okay, xohlasangiz kabinet ham qo'ysangiz bo'ladi, lekin ko'rasiz yotoqxona uchun hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Kompaktni joylashgan novostroyka domimiz. Karmashkada o'tganingizda 100% ko'zingiz tushgan, 2 ta dom bo'lib tushgan, 2 ta podyezli domimiz. Shunaqa kompaktni novostroykadan xonadon qidirayotgan bo'lsangiz, bu uyimizni kelib bitta ko'ring. Zakrytый двор, mashina qo'yishga parkovочный zonalarimiz bor. Shovqin emas yo'ldan betonka, keyin karmashka, keyin bu yerda joylashgan bizani novostroykamiz. Narxiga ham bekordan bekorga zo'r deb aytmadim, okay? 1 kvadrati uchun $1200 dan so'ralyapti. O'tib beradigan joy bor. Har doimgidek Primo joyi egalarining telefon raqamini yozib qoldirdim.